Mana shu xonadonni ko'rib turibsizlarmi? Umrim davomida 2,5 yildan beri xayriya bilan shug'ullanaman. Bunaqa katta sinov kelgan oilani ko'rmaganman. Mana shu hovli. Hovlini yarmini ham sotib bo'lishgan. Bu xonadonda 12 yoshli singlimiz jigar sirrozga uchrab qolgan. Mahalladan Alloh rozi bo'lsin, mahalla raisi, mahalla oqsoqollari, qo'ni qo'shnilardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu yerni ham sotishganda hozir qaranglar, 18 ming dollarga. Bu tomonni ham sotishga tayyorgarlik ko'ryapti. Chunki oila juda katta sinovda. Qizimizni operatsiya qilishgan, onasi o'zini jigarini bergan, baribir endi sinov ekan, u operatsiya amali yaxshi o'tmay qoldi. Endi qayta operatsiyaga qizaloqning o'zini ammasi jigarini beryapti. Siz videoda ko'rib turgan qizaloqni ota-onasi, otasi qizining ahvolini, operatsiyani qayta qilinishligini, bu yoqda yeri sotib bo'lgan qarzdorligi juda ko'pligidan otani yuragiga ham ushlab qolgan Hindistonda. Bir so'm puli yo'q, Alloh rozi bo'lsin, yo'qdagilar ham hozir otani ham yuragiga stent qo'yib, otani ham operatsiya qildi. Endi qarang, qizni operatsiyasiga bir so'm pul yo'q, yo'qda yotibdi. Hozir pul bo'lsa keyin operatsiya bo'ladi. Otani ham operatsiyasini bu yoqda qilishgan, qarz evaziga, otaga 10 ming, qizga hozir kamida 25 ming, 35 ming, bu yoqdagi agar imkon bo'lsa, mana shu yerni yana qaytib oladigan bo'lsak, o'zimizga 18. Jami yo'q deganda 40 ming, 50 ming yaqin dollar pullarga pul yig'ishimiz kerak. Undan tashqari bu yerda 8 yildan beri infarkt bo'lib yotgan onaxonam bor. Onaxonni bu narsalardan xabar yo'q. Onaxon dodlab, yig'lab bir tomon ishlamasdan. Mana shu 400 ni ko'rib turgan otaxon, mana shu oilaning boshi. Kelini qarab turardi, Alloh rozi bo'lsin, mana shu onaxonni. Lekin hozir qaraydigan odam yo'q, otaxonni o'zlari. Shu nima deydi, qo'pol gapirganda ham avratlarini tozalab shu xotinni qarayapti. Hammamiz ota-onamiz, hamma erkaklarimizga mana shunaqa shiddat, sinov kelgan ayollarimizni mehr bilan qaraydiganlarga yetsin. Avvalambor niyatimiz Allohdan, qo'ldan kelganlar yordam berishlarini so'rayman. Bitta farzand. Mana qo'ni qo'shnilar ham birgalikda korobkalarda, ko'chalarda yig'ib birinchi operatsiyasiga pul qilishgan. Oshna og'aynilari, mana mahalla raislari bu yerda, mana xotin-qizlar raislari hamma birgalikda birlashib birinchi operatsiyaga pul jo'natdi-ku, lekin u 24 ming havoga uchdi. Chunki operatsiya yaxshi chiqmadi. O'zini onasi bergan edi qizaloqqa. Hozir endi ikkinchi martasiga pul yig'a olmay qolishdi. Kelinglar aziz vatandoshlar. Bugun 16-aprel, haftaning payshanba kuni. Ertaga 17-aprel juma kunigacha bizni 24 soatlik ehsonimiz yondi. Qo'linglardan kelgancha o'zingizlarni hissanglarni qo'shinglar. Aziz vatandoshlar, men bir sababini qiluvchi qulman. Kelinglar, birinchi o'rinda mana shu videoni maksimalli hammaga tarqatamiz va istoriyaga tortamiz. Hozir men Instagram storiyamga va Telegram kanalimga mana shu oilani lokatsiyasini tashlab qo'yamiz. Manzilimizni tushuntirib aytib olasizmi aka? Namangan viloyat Norin tumani Uchtepa mahallasi Billur ko'chasi. Birinchi tupik uy, birinchi tupik, birinchi uy, birinchi xonadon. Kelinglar aziz vatandoshlar, Andijon, Namangan, Farg'ona, Vodiy xalqi saxovatga peshaga boy. Kelinglar, to'rtta o'rtog'ingiz bilan yo'l bosib yo'lga chiqing. Keling, bir mashinaga o'tirib, qaysidir bir katta futbolist kelsa yo qaysidir bir san'atkor keladigan bo'lsa, stadionlarda sig'dira olmay qolamiz. Keling, niyat qilib, mana shu oilaning g'amini artishga men ham sababchi bo'laman deb, qo'lingizga 100 dollardan ushlab yo'lga chiqib keling. Buni ajrini ko'rasiz, xudo xolasa. Har bir bosib kelgan qadamga ajr bor. Har bir bosib kelgan qadamda gunohlar to'kilishiga kaforat bor. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Rahmat. Xudoyim suygan bandasiga sinov beradi. Allah razı olsun. Amin. Başımızdan. Amin. İlahi. Amin. Hiç gibi olmasın. Amin. Kartalarda mana hozir 10 taga yaqin karta qo'yganmiz. Kartalarimiz har bittasida 100 talik limit bo'ladi. Siz 5 ming solsangiz ham, 3 ming solsangiz ham, 1 million solsangiz ham bittadan SMS o'tadi, 100 ta odam pul solgandan keyin karta to'lib qoladi. Men so'rasam o'zimga so'raganim yo'q, bir bemorlarga so'rayapman.
kartalarimizni 5 ming 10 minglik limitlar bilan iltimos to'ldirib qo'ymanglar. Iltimos, eng kamida 50 ming yo 100 ming solsanglar yaxshi bo'lardi. Chunki to'g'ri tushuninglar. Ehsonni katta kichigi bo'lmaydi. Men uni juda yaxshi bilaman. Lekin mayda summalar bilan ko'p pul soladiganlar tushira olmay qolib, biz uddala olmay qolyapmiz 50 ming, 40 ming dollarda-da. O'shaning uchun to'g'ri tushuninglar, iltimos. Hozir 10-15 mingga nima beryapsiz, to'g'risi. O'shandan yetib bo'ldi. Mana hozir bu yerda amakimni ismi bilan nima chiqadi? Rahman Numanjon. No'monjon aka, Uzcard bilan Humo ochdik, Ipak yo'li. Sizniki singillari, opalari. Quvvatli va muhayyo chiqadi. Ha, chiqadi. Uzcard, Humo, Ipak yo'li. Dugonalari. Onasi Ne'matulloy va Zilola. Ha, Ne'matulloy va Zilola chiqadi. Uzcard, Humo, Ipak yo'li siz. Sinim yaqinlari, qo'shnilari. Nurdaday va Malika. Ha, siznikida ham Ipak, Uzcard, Humo, bitta Kaspiy ham qilyapmiz. Qozog'istonda, Qirg'izistondan me'mor tushirsa bo'lar ekan, Qozog'iston, Qirg'izistonda. Bu ham qo'shnilari. Nurdayev Nursulton. Ipak yo'li, Uzcard, Humo, bitta Kaspiy bu akamizni ham qilyapmiz, xudo xolasa. Mana shu jami 10 ta O'zbekiston kartasi, 2 ta Kaspiy qo'shamiz, 12 ta karta qo'yamiz. Aziz vatandoshlar, iltimos. Imkon qadar kartani birinchisiga tushira olmayapsizmi? Ikkinchisiga, uchinchisiga hammasiga harakat qiling. Chunki birinchi videoni ko'rgandan keyin hamma birinchi, ikkinchilarga harakat qiladi, tagdagilarga tushmay qolishi. O'shaning uchun tagidan boshlab ko'ring, hammasiga harakat qilib ko'ring. Tushira olmadingizmi, kartalar limitga tushgan bo'ladi. Kechasi 12:00 dan keyin limit ochiladi. Toshkentdagi homiylarimiz, Toshkentda naqd pul bermoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, mana shu ekranda ko'rinib turgan Mohira singlimiz lakasalarni tashab bersanglar, borib sizlardan yig'ib keladi. Bizga bu yoqqa vodiyga jo'natadi. Imkon qadar qo'linglardan kelgancha kelinglar. Birdamlashaylik. Mana shu yerni ham qaytib o'zlariga olib beraylik. Imkon qadar mana shu uyni qarang, bu tomonni ham sotishga qo'yishganda. Mahallada qiynalganda bir-birimizni o'ylamasa, mana shu ayollar meni uyimga yig'lab boribdi. Men o'zlarining hojati bor desam, yo'q. Bu mahallani hojati uchun meni eshigimdagi yig'lab borishibdi. Kelinglar, qo'shnimiz ahvoli borib ko'ring. Eng og'ir ahvol degandan keyin men keldim. Bu xonadonda lokatsiyasini Instagram storiesiga ham qo'yamiz. Bundan tashqari Telegram kanalimizga ham qo'yamiz. Endi biz YouTubedan, Facebookdan juda ko'pchilik ko'ruvchilar biz Instagram storiyamizga kirishni bilmaydiganlar bor. Uyga kelaman-u, lekin lokatsiyani topa olmayapman deydiganlar. Mana shu birodarimiz qo'shnilari. Shu 24 soat uxlamasdan turib beradi. Bu birodarimiz telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. Iltimos, bemorlar aldab bu yerga kelib olib turib olmanglar. Imkonim yo'q. 3 oydan oshiq o'chirdim bor, birovning haqiga birovni qo'ya olmayman. Kelib meni bir-birimiz dilxiralik qilmaylik. Keyin meni kibr ekansan, murojaat qabul qilmaysan ekan, uzoqdan yo'l bosib keldim deb meni asabiylashtirmaylik, iltimos. Holat to'xtab qolishiga sababchi qolmanglar. Hozir imkoniyatim yo'q. Faqat naqd pul bermoqchi bo'lganlar kelsanglar, bu akamiz o'zini qo'llariga olmaydi. Shunday tog'ani oldiga olib kiradi, eshikning tagida o'tiradi mashinada. Olib kiradi, tog'ani qo'liga pullarni berib, 24 soat o'bshi jamini ko'rsatamiz sizlarga, tog'asilar duo qilib jo'natadi. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz.